alaykum akalar, yaxshimisizlar? Xudo xolasa mana obyektimizni ham boshladik. Obyektimizni ham yerlar tekizlatib, tepadagi bo'sh qismini og'iz boryapmiz, qattiq qolyapti. Buni ustidan padushkani bosamiz. Bunaqa holatda edi. Ertadan unda olasa padushkani ustiga qo'yib boshlaymiz. O'zi beton qo'yishdan oldin shu ishlar qilish kerak. Tepadagi bo'sh tutqol og'iz borish kerak. Qattiq qolyapti. Ustiga padushkani bosamiz. Padushkadan keyin shahar qolmish betonimizni qo'yishni boshlaymiz. Bu joyimiz Farg'onada obyektimiz. Bugundan ish boshladik. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizda o'sha aytganimdek, musafga, balafga, aravacha, ketmon kurak hamma yo'q bor. Fundament, regel, sesmopoyez, spyachka, bordyur. Boringki o'sha beton ishlari bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatdamiz, xudo xolasa. Bizda brigadalasi yeroq. Ana shunaqa joy edi-da. Bo'sh joy. Bo'shliklarni og'iz boryapmiz. Sakkiz sotlik joyga 4 kishiga 4 ta katta ish hisobda. 4 ta aholiga. Proyekt qizig'i bo'lsa, tashlab beraveramiz proyektini. Ammosi yo'q uni. Nomer qo'yib qo'yamiz. Telefon qilsalaring, proyektini ham tashlab beraveramiz. Proyektlar kerak bo'lsa, proyektlar ham bor o'zimizda. Kimga qanaqa razmerda aytgan razmerlaring bo'lsa, chiqarib beraveramiz proyektlarni. Aloqaga chiqaverasizlar.